Kiprigini tika qilib bo'lmaydi deysiz. Kiprigini tika qilib bo'lmaydi deyishingiz gunoh siz. Qalampirni qo'lga berib bo'lmaydi deysiz. Qalampirni qo'lga berib bo'lmaydi deyishingiz gunoh. Katta kapalak kelsa Qur'on o'qiydi deydi. Katta kapalayni ko'rib arvoh kapalayni Qur'on o'qishingiz gunoh. Mana kuni kir yuvib bo'lmaydi, mo'y kuni tirnoq olib bo'lmaydi deysiz. Shuni deyishni o'zi gunoh. Ko'ryapsizmi? Bundan nima bo'lyapti? Bundan shuki, Alloh nima dedi? Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmaysanmi? Bilgandan so'ra deydi. Din bu o'yinchoq emas bu. Din bu qurilish emas. Qurilishda fikr bildirsangiz bo'ladi. Aytadi, "Mana qil, ustunda orasini katta qil, o'qil, bu qil", u naqshni olib tashadi. Dindan olisham, dinga qo'shisham eng katta gunoh kabira. Alloh al-yawma akmaltu lakum dinakum deb bo'lgan. Men diningni 100% qilib bo'lganman deydi. Siz bilan mendaqangi bilimdonlarning bilimi kerak emas dinga.